Hey ablas, men sizga bir gapni day qarang. Men hozir kitob o'qiyotgandim. Gapni yilroq desangiz so'yib qolaman, ha? Bala, sen mi sesik gap qilmay, bir gapini degili qo'ysang bo'lmamdi. Dana. Qo'shnimizning ayoli Zaynabni bilasiz-ku? Ey. O'zimizning gapi bo'lsa, qirin. Haqning gapini bir qilib yurmagina bo'ldi. Voyjon, bir anglab beqing, ajabmi bir? Bala, ayol kishi emasmi? Anglab baqa? Ha. Dana qizi. Zaynabcho, kir yuvishni faqatla bilmaydi ekan qarang. Uyda kiralg'u yo'q. Madasdan elib, madas qiseplam yoyamdiki, yo'g'an kirlar shunda mehnat ko'rindi ekan. Ey. O xotinning eri gap qilmasa, hamda sonimi da ketdi buningga. Shu, bir kirni bir anglab yuyamisiz, uyni qanday tutadigan-da deyman-da. Qizim, uy tutish deganni asta-asta o'rganadigan gap. Keyin taqbak ustib ketamdi, ha? Nima puxta bo'ldi bu? Bala, Mushu Gulsay qo'y quyruqma yurishlik mahsulotlari menga shundoq yiqib qoldi. Shundami? Qara, harakatlarim shundoq qulaylashib, pay muskullarim burunqidek telib og'rimaydigan bo'ldi. Bu bo'ladigan mahsulotga. Voy, tozi bo'ladi dada. Men shuni shiltib emas hozir. Ha? Sarasiliqi choplig'ini shiltib baxmading, ha? Yo'q. Choplig'i chiqibdi. Mash etigan ishqimanganda, ne og'ir suyak choplib olmadigina, keski shunda bilan. O texmi qulay bo'ptamisa. Ha. Men desam ishonmadinglar, qarab beqinglar yuyib qo'ygan kirlarga. Voy, sening haqida yuyib qo'ygan kirlarga qolsa boshqa ishing yo'qmi seninki? Balam, men qarasamg'o qilib pokizdak turadi. Bu sizga qanday ko'rinib qolgandi, o? Voy dada, sizmi shu o'g'lingizga yon besib ko'maska sevyapsiz, ha? Ey, men tamoq pishgan bo'lsa, shuni yeyla, menda quruq yeb olmaydi da. Voy, siz meni yo'q qo'yib ketadigan bo'ldi. Dada, mandali bo'ldi qilib etsak bo'lmaydi deyman men ishni. Balam, meningcha bu ishni o'zaro yo'l qo'yish asosliroq bitirib qilsakmikin deyman. Shunga bek aldirab ketma. Sen unda degan bilan haqni ko'rdingmi? Nima ishlarni qilyapti, nimalarni deyapti hozir? Voy, hech qisi yo'q. Unchalik ishlaydigan bo'ladi-ku. Unda olsa men berib deyishib bilayman. Siz sal yo'lidaroq gap qilchimi? Men sizlarga bir gapni dey. Ayol. Voy. Bu tugatsan o'manda ayol, ma ayol degan gaplaring ne? Shundami zirik dedim havo. Bala, sal o'pganni besib olg'ana, gapini davoson. Shu ayol kir yuvishni o'rganibdi, kirlarni yeyib qo'yibdi ekan, qarsam pak surdi shu. Mush gapni demoqchidim. Qanday o'rgangan bu? Sana yorg'idek o'rgangan bo'lsa, xilroq o'rganib jumada, ha? Dem, o ayol kir yuvishni bilmaydigan, ya o'rgangan ish yo'q. Bizning deriza mehnat o'qib qopti ekan. Men surtib etdim. O'zimizning derizasini pokiz surtib etsak, talaning go'zalligini aniq ko'ra olamiz. Vaqt chiqarib, ko'ngil derizimizni bir surtib etmasak bo'lmagadek. Gulsay markasidagi qo'y quyruqma yurishligiga ehtiyojingiz bo'lsa, 181 29 23 36 68 degan nomer bilan aloqalashing. G'ayratlarga shanma do'stim, ko'zim bilan